Diqqat, ta'ziya. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musobekov vafot etdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 13 fevral kuni dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musobekov vafot etdi. Bu haqda qiziqchi Otabek Mirzaxolov o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Alloh marhumni o'z rahmatiga olsin, joylarini jannatdan qilsin, sabr bersin. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun deb yozadi o'z sahifasida Otabek Mirzaxolov. Ma'lumot uchun, Dilshodbek Musobekov 1975-yil 13-iyulda tug'ilgan. U quvnoqlar va zukkolar tanlovi orqali tanilgan. Shuningdek, bekorchilar makoni, Ali Vali G'ani yoxud Nasiba yana boshlandi. Qizg'aldog'im, 3-muammo, Labbay rais, Jaydar Zarba kabi filmlarda rol ijro etgan. Marhum 2025-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Joylari jannatdan bo'lsin. Izohda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.